Mana shundan akkumulyator keldi. Invertorlar uchun 48 volt. O'tgan yil dekabr oyida olibdilar. Tayyor holda kitayskiy sborka. Endi buni ishlamay qolgan, ochib ko'ramiz nima qilsam taqqanini. Men ham xush ko'rdim. Yaxshi. Endi yana ichini ochdik, bek bo'ladi. 48 volt 100 amperlik akkumulyator endi polni 58.4 berilgan bundan uchundir. Yaxshi. Yana içini hozir ochib tekshirdim. Mana akkumulyatori yana 1gacha ekanini o'lchayman. 3.3 BDNO litit железофосфат turibdi. Mana shu negadir turgan akkumulyator. Endi ichki qarshiligini o'lchaymiz buni. Eng qiziqli narsasi shu. Yine iki qarshilikni o'lchaymiz hozir. Tak, bir cheka bilan olamiz. Tak. Yo'lni ham bor. Mashinani ham elektromobil ekan. Mana shu ustaga yana yuqoridagi ventilator o'rnatilgan. Yana 0.55 0.55 keyingisini ko'ramiz. 0.56 yana birsini ko'ramiz. 5 belgisini ko'ramiz. Yechekilib bir xil. 0.55 0.56 ichki qarshiligi. Endi banda yecheklar ichki qarshiliklari injiniy показания berib turibdi. 0.59 keyingisi 0.58 yani 55 56 ikki banka ko'p berdi. Bunasini bu 61 60 bunasini ko'ramiz. Bu çotu köp berdi bu. Hı hı. 68. Bu nasıl? Yetmiş. 70'ler etrafı bir yana 55 etrafı bir yana ben çetkile yine 56 55 yarısı başka bir yana başka partiya akkumulyator şu bu. Endi mana shu videoda ko'rishingiz mumkin. Mana Xitoyda akkumulyatorlarni razbor qilib olib tashlayaptilar, yig'yaptilar. Keyin bularni sortirovka qilib, mana shunaqangi akkumulyatorlarga yig'ib beradilar. Sal bo'lsa-da arzon talab xaridorlar uchun bu. Mana xulosa chiqarib olasizlar. Har doim akkumulyator olganda mana shunday tex manuali o'rganilib, mana shu tex manualda mana strelka bilan ko'rsatgan edik. 0.3 milliohm deb ko'rsatib qo'yibdi. Bu yangi akkumulyatorning xarakteristikasi. Mana oldingi videoda ko'ringlar. İchki qarshiligi 0.55 0.70 milliohm. Endi sizlarga savol. Nimaga ichki qarshiligi ularniki baland? Ana shuning uchun ham biroz sikllarni o'tab ishlab bo'lgan, kami menimcha 5 yillarcha ishlagan bu akkumulyator qandaydir nimada ana shulardan chiqib sortirovka qilingan deganimga asos ana yarmi 0.55 chiqaryapti. Million ichki qarshiligi yarmi 0.70 chiqyapti. Ana sortirovkadan dalolat beryapti-da bu. Endi men yomonlashamas, ozmas tushuninglar, nimani farqlashni bilinglar degan maqsadda aytayapman bularni.
Endi bu akkumulyatorning yig'ilishi sistemasini qaranglar. Bu litiy jelezofosfat shu paradoxda turibdi. Press qilinmagan, qisilib joylashmagan. Bu yerani o'ynamaslik uchun pena rezinkalar diqilgan, bu ham diqilgan. Pena rezinkalar, bu ham shoxval. Mana shu videoda ko'ringlar. Bu litiy akkumulyatorlar vaqt o'tishi bilan o'zini o'zi shishiradigan odati bor. Mana remenni uzib qanday qarshilik bilan tiklanib tagi shishganini ko'rishingiz mumkin. Уже bu Osiyo mamlakatlari uchun yengilib turgan varianti. Press bo'lib shishini yo'l qo'ymaydigan darajada zazur qoldirmay terilishi kerak. Endi bu yerda yacheykalar вроде voltlari bir xil. Endi bo'lmaysini ko'ramiz bu. Mana bu akkumulyator 48 voltni ichki qarshiliklarni ko'rdinglar. Где-то bir menimcha bir 4-5 yil ishlagan akkumulyator bular. Ili brendi o'ta past ishlab chiqarilgan brendi. İçki qarshiligi 0.55, 0.70. Buyog'i 0.70, buyog'i 0.55 chiqdi. Mayli, akkumulyatorlar живой. 80% konkret. Shunday bo'lsa-da, bu akkumulyatorni gap topgan yeri mana bu miyasi, bu mes. Miyasi bir plata mana. Buni olib tashladik. Iloji yo'q. Bunaqa miya to'g'risi chiqqan zavodini ham nomi yo'q, chiqqan firmasini ham nomi yo'q. Shu deganda mana qo'rqadigan narsam bu miyani davomi mana bu yoqda turibdi. Bu yoqda bor displeychasi, ko'rdinglar, migaf qilib yotadi. Bular kanshin orqali ishlardi. Mana kanshin orqali ishlaradi. Endi bu prямо ishlaydigan bo'ldi. Plus minus tokda prямо ishlanadi. Invertorning o'zi voltini nazoratini invertorda qiladilar. Ham invertorda пользовательский rejimi bor, o'shanda ishlanadi. Litiy rejimda emas. Bunga BMS qo'ydik mana. 100 ampere 48 voltlik BMS. Akkumulyatorlar 16 ta standart, ayrim Xitoyni arzon, mana bular svarkada keladigan variantlari bor. Bularning aytishdan chiqdi, buni egasi o'zi Xitoydan olib kelgan ekan. O'zi Xitoydan olib kelgan. Shuning uchun ham bu yig'iladigan variant mana ochib boltkayki, lekin men bu zazorlarni aytib o'tdim. Va BMS Dali firma mana bunaqa. Bunaqa firma mana. Bu 12 voltlik, bunisi 48 voltlik BMS qo'yib, endi buni avtomatni qo'shadi. Mana hamma svetlari yonadi. Bu yerda nima bo'ladi? Уже bu yerda tok paydo bo'ladi, faqat mana bu kanshin orqali ishlamaydigan bo'ldi. Shu holda mana yig'ib egasiga berib yuboramiz, darshi ishlataveradi. Endi BMS ni taqqoslash bu masalasini ko'rsataman. Maslaga mana men oldirib qo'ygan BMS'im. Oldirib qo'ygan BMS'ni sizlar bilan taqqoslab ko'rsataman. Mana bu qutining bu yog'ida mana kichik yana bir platasi bor. Plata bu yog'i. Mana bu yerda turgan plata. Lekin bu umuman to'g'ri kelmaydi o'shanga. Mana bu joyiga to'g'ri kelmaydi. Hamma komplektatsiyalar o'zimda. Endi qaranglar. Mana BMS nomi, QR kod, yana www.bms.com hamma xarakteristikasi berilgan. Endi bunisini ko'ringlar. Bu nima bu? Qaranglar, qayerda yozuv bor? Qayerda ishlangan? Topib bilinglarchi. Mana platani mana shu yeriga qarasanglar, payka joylari bo'sh turibdi. Bu yerda balans qiladigan MOSFETlar joylashgan bo'lishi kerak. Bular bunda aslo yo'q. Mana bizni olgan original BMSlarning ichida mana shu yerda polni balans qiladigan MOSFETlar joyida ham termopasta bilan korpusga yopishtirilgan. Mana bilasizlar, termopasta issiqlikni tarqatishi juda yaxshi bo'ladi.
Shu deganday, mana shunaqa farqi ham bor bu BMSda. Hech bir radiator ham mana ochiqda yotibdi buni. Mana shunaqa BMS. Bir plata. Bu уже platani ichida hammasi mana. Radiator termopasta bilan bu korpusga berilgan. Mana farqi. Lekin teshik joylari to'g'ri keladi bir xil. Umuman boshqa narsa. Mana bu uyg'onadigan pilosovoy tok payka bo'lgan. Mana pilosovoy toki mana shurupda turibdi. Batareyani pilosga ilaysan deb shurup qo'yibdilar. Mana original BMS. Mana qo'rqadigan yerim, Xitoyga zakaz qilsang, akkumulyator mayli yangi qo'yib berishi mumkin, korobka qilib berishi mumkin, mayli. Lekin BMSda oksidi. BMSni mana shunaqa kashsheylarni tiqib yuboradi. Nomi yo'q, platalarni tiqib yuboradilar. Ana shundan qo'rqaman. Buning uchun shu narsa bo'lmasini uchun o'zim yig'ib, o'zim taxlab turibman akkumulyatorlarni. Mana shunaqa gaplar. Endi bu yog'iga yakuniy qism. Bu invertorni aytib o'tganimdek, xaridorni o'zi Xitoydan olib kelgan, o'zi olib kelgan u yoqdan. O'rta hol shunaqa invertorga tushgan, ular 20 yilcha ishlaydi degan. Haqiqatan ham ishlab berish kerak. Aytdim, 80% quvvati joyida. Ichki qarshiligiga qaraganda endi boricha ishlatadi. Eng bo'lmagur anaqa ishlangan bundan battar akkumulyatorlar bilingki sotuvga kelib yotibdi bizada. Olganlar ana 1 yil, 2 yil ichida ma'lum qiladi o'zini. O'shanga bir ehtiyot bo'linglar. Endi buni men yomonlash emas, yana aytaman, to'g'ri tushunib bilib olinglar deyapman. Narxi ham shunga yarasha arzon. Ichidagi mana shu o'rta hol akkumulyator sistemasini ko'rdinglar. BMS yaramasligi uchun 1 yilga borib, mana BMSni alishtirish ish qilindi. Endi buni o'zingiz ana xulosa qilinglar. Akkumulyator yaxshi, BMS отказ qildi. Endi bu chekka qishloqlarga borib qolsa mabodo shu narsa kimga qanday tuzattiradi? Ana shunaqa yerlari bor. Bu mayli BMS bilan qutuldi. Akkumulyator yacheykasi bittasi ketib qolsa, imенно shunaqa akkumulyator, shunaqa ichki qarshilikli akkumulyator topish ancha muammo bo'lardi buni alishtirish uchun, akkumulyator yacheykasini. Bu xaridor ham masalan eshitib, bilib, ilojsiz qolmagandan keyin radio ustalarga ko'rsatganlar, ular ikki qo'lini ko'targan, hech nima qila olmaydi, nima qilib bo'ladi? Ular bu sistema ichiga kirgan odamlar juda kam. Shuning uchun ham mana kelib qoldi. O'rniga boshqa BMS qo'yib berdim. Original BMSimni taqmoqchi edim. U to'g'ri kelmadi, teshik joylari boya kanshina joylariga mos kelmagani uchun уже iloji yo'q, uni qo'yishga sharoit bo'lmadi. O'rniga oddiy standart ishlaydigan BMS qo'yib berildi. Mana xaridor olib borib uyga qo'ng'iroq qildi, taqdim, hammasi ishlayapti deb. Hatto video ham tashlab berdi. Davolni endi ishlagancha ishlayveradi. Mana shunaqa. Ras akkumulyatorni yaxshi, svejisini qo'ygan ekansizlar. Nimaga BMSni shunaqa qilganlar, men hayronman. Shuning uchun shularga ishonmaganim uchun o'zim akkumulyatorni yangidan oldiryapman. Ana ichki qarshiligini texmanualda ko'rsatganman. 0,3 million. BMSlarni ham qimmat yaxshisidan olib teryapman. Bo'lgani shu. Mana o'sha video, mijozning jo'natgan videosi. Akkumulyatorni endi faqat invertordan mana 54 volt ko'rsatyapti. Zaryad berishi mana shu displeydan nazorat qiladi. Akkumulyatorning o'zini displeyi yo'q endi. Ana xulosa qiling. Bu yerda faqat mana shu displeyni voltiga qarab endi akkumulyatorni nazorat qilib biladi. Voltini o'lgani, polni zaryad olgani. Bu yerda bu litiy jelezofosfat akkumulyatori har bir yacheykasi 2,5 voltga tushganda BMS tokni uzadi. Demak, 2,5 volt yacheyka 16 dona bor, ko'paytirsa
42 volt atrofi. Eng past volti 42 volt bo'ladi. Eng baland volti 360-365 voltgacha tiklanishga haqqi bor. Bo'lmasa keyin tokni uzadi. Demak, 365 voltni ko'paytirasizlar. 16 dona yacheyka bor ichida. Ana 58.2 mi 58.4 mi shu atrof chiqadi. Demak, 58 voltda akkumulyator to'la zaryadda turganini shu inverter displeyida nazorat qilib ko'rib tursa bo'ladi. Ana akkumulyatorni o'zida turgan displeyda chiziqchalar orqali oddiy xalq odam tushunadigan qilib chiziqchalar orqali ko'rsatib turgan. Endi bu karomat yo'q, olib tashlandi, iloji yo'q. Displey joyida, ammo plata tugagan, ishlamagan sabab olib tashlandi, o'rniga oddiy BMS qo'yildi, lekin u ham Dali firma juda o'zini ixchamligini ko'rsatgan. Zo'r displey qo'yildi, BMS o'rnatib berildi. Ana xulosa har kim o'zing chiqarib olaverasizlar. Yana bir yangilik qilyapmiz. Mana shu ko'rib turgan yacheykalardan elektromuraviy emas, elektroskuterchalar uchun akkumulyator yig'ishni yo'lga qo'ymoqchiman. Mana shu ko'rib turgan plastinchitli akkumulyatorlardan bugun kecha zakaz qilindi. Endi xudo xolasa yo'lga chiqib 20-25 kunlarga kelsa, ana hamma yig'ib skuterlarga arzon narxda yig'ib sotadigan variantini qilmoqchiman. Skuterchalar uchun muraviylarga ana qilindi. Muraviyning akkumulyatori skuterlarga sig'maydi, shuning uchun skuterlarga kichik yacheykali, yana asosiysi litiy titanat degan yacheykadan oldiryapman, yangi. O'sha videoda ko'rganlaringdek litiy железofosfat emas, litiy titanat. Litiy titanatni bilsalaring tez zaryad oladi, yurishi ana zo'r bo'ladi shunaqa. Litiy железofosfat zaryad olish vaqti katta, yurishi ham zo'r. Ana farqi shu litiy titanatni. Bu yangi ximiya akkumulyatorlardan proba uchun 4 ta 5 ta skuterga yetadigan variantini oldirib, endi proba qilib ko'ramiz. Xudo xolasa, qo'shnimiz skuter oldi, 60 voltlik. O'shanga terib, haydab, xarakteristikalarini ko'rsatib video chiqaraman. Murojaatchilar bo'lsa, telefon qilib, murojaat qilib gapirsa bo'ladi. Bu akkumulyatorlar 1 yil, 2 yillik emas, 10 yil, 15 yil. Mana shu titanat 10.000 sikl berilgan xarakteristikasida, ana 20-30 yil bemalol minadigan akkumulyator bular. Ana shunaqa. Ana qiziqqanlar bo'lsa murojaat qilasizlar, telefon qilasizlar, gapirishamiz. Ana video tarqalishi uchun like bosinglar, yangiliklarni ko'raman desanglar, podpisatsiya qilib tursangizlar, qo'ysangizlar, ana yangi videolarim oldingizga chiqadi. Salomat bo'ling.